Bugun hamma kutgan kun 25-fevral barberlarning battle bor. Hammaga omad tilayman. Ularni ko'tarishda maqsad chempion bo'lish, haqqoniy musobaqani ko'rsatib berish. Bugun hamma kutgan kun 25-fevral barberlarning battle bo'lyapti. Bugun biza xizmatdamiz Abdushi Alikan oldilarida borib o'zlaridan ilk taassurotlar uchun intervyu olamiz. Qani hayajon, qanaqa nima planlar bor, qanaqa bo'ladi? Shu to'g'risida bilamiz. Qariga shuncha bolalar kelishibdi. Biz bolalardan ham ko'raymiz. Nima deysiz? Plan faqat bularni ko'tarishda maqsad chempion bo'lish, haqqoniy musobaqani ko'rsatib berish. Samarqanddan keldim. Hop. Alikan o'zi shogirdlariman desam bo'ladi. Men 4-5 yildan beri ishlayman. Xudo xohlasa Fasfetdan qatnashaman. Fasfetdan qatnashasiz. Xudo xohlasa endi o'rinlar olamiz, niyat bor. Avvalambor Alikamga rahmat aka. Addushi rahmat sizga. Qayerga ketib qolsiz? Bu yoq tarafga o'tsangiz-chi aka, nimaga qochib turasiz? Zo'r aka, besplatniy. Hammani kelib, Chistik gruppada ham akam Addushi hammaga yordam berib, xursandmiz. Unaqa hech qanaqa ochko'ga emas, hamma narsa zo'r bo'lyapti. Xudo xolisa qatnashib, omadimizni sinab ko'ramiz. Nima yo'nalish bo'yicha qatnashasiz? Teperfet. Teperfet xudo xolisa. Qiyin ish tanlayapti hamma teperfetlar, O'zingiz rost o'rgatdingiz. Yoki gruppada o'shancha hamma o'shani sinab ko'rmoqchi. Eng osoni qaysi o'zi? Eng osoni bizning kasbda yo'q. Ya, o'zi yo'nalishi bo'ladi. Uchalovining ichida. Eng osoni choch olmasdan pul olish. Klient bilan? Klient bilan. Hop. Mana shu akalardan ham ikki og'iz olinglar. Akalar, kelinglar, gapiradiganlar bormi? Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tak, men ismim Kozimjon, Samarqand shahridan kelganman aka. Hop. Уже почти 5 yillik ish tajribasiga egaman aka. Ali aka rahmat kattakon. Shuna o'zimizni iste'dodimizni ochib berish uchun shuna sharoit qilib berdilar. Shu aka. Nima yo'nalish bo'yicha qatnashasiz? Men Teperfet aka. Hammanglar bir xil narsani aytyapsizlar. Boshqa yo'nalish yo'q. Yo'q, endi ikkita yo'nalish berilgan-ku. Hammani o'zini qiziqadigan yo'nalishi bo'ladi. Eng qizig'imi deyman-da. Men cho'ti tushunmayman-da. O'sha yo'nalishiga o'sha uchun. O'zingizda model bormi hozir? Mana shu kishi bo'ladi. Modelmisiz? Mabodo kalga olib qo'ysalar nima qilasiz aka? Bo'lishi mumkin-ku. Bo'lishi mumkin endi. Nima qilasiz? Kal bo'lib ketasizmi? Ha, endi boshqa iloji yo'q. Qaytarib O'zim tanlab kelganman-ku deng. Hop, nima deysiz aka mana hazil bilan shuncha qatnashayotganlarga, boshqaga hammaga omad tilayman. hammaga omad. Shu Samarqand shahardan keldik, lekin avvalo o'zim akamga omad tilayman. Yutib ketishimizni. Bo'l, aka. Aka, hammaga omad. Birinchi o'rinni olsangiz Mabodo ko'rishamiz. Avvalambor barber yaxshi yomon bo'lmaydi. Ha. Lekin endi nima deymiz, bitta o'rin bor ekan, o'shani kimga nasib qilgan bo'lsa, o'sha haqqoniy o'zi olsin-da. Bosamiz-a? Shunday akajon. Aka, assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib olsangiz? Farg'ona shahridan keldim. Hop. Otim Hasanbul. Hop. Necha yildan beri ish tajribasiga egasiz? 17 yildan beri inshaalloh. 17 yildan beri. Nima yo'nalish bo'yicha qatnashmoqchisiz? Teperfet. Hop. Ish o'rganmoqchiman aslan.
Bash barberlik sohasida bitta qiziq voqea bo'lganmi yoki o'zingiz bilan bog'liq, klient bilan? Endi bo'lgan. Eng qizig'i qaysi bo'lgan? O'zingiz esda qoladigani? Eng qizig'i Ali Barber musobaqasi bo'ladi. Ha, aka to'g'ri aytasiz. Endi esda qoladi u. Ha, endi esda qoladi. Endi hayot davomida bo'ladi, qiziqarli voqealar ko'p bo'ladi-yu baribir. Qanaqadir bo'lganmi? Tushunmovchilik yoki klient bilan bo'lmagan, yo'q. nimadir Yo'q, unaqa voqea. sochini buzib qo'ygan kuningiz bo'lganmi? Yo'q. Menimcha 90% barberlarda bo'ladi-yu. Yo'q. Men shogirdligimni yaxshi o'tkazganman, Allohga shukr. Lekin klient bilan o'rtada umuman unaqa qilmagan. Bor. Allohga shukr. Aka nima tilaysiz? Hammaga omad tilayman. Menga o'xshab kelganlar hammasiga omad. Birinchi o'rinni Hamma olsangiz- birinchi bo'lsin. 2-3 bo'lmasa, hamma bir bo'lsin. birga polni. Ana bitta gap bor-da. Mashalloh, xayrli bo'lsin. Kutilgandan ham katta bo'lib ketib qoldi. Hozir organ xodimlari kelib, уже sal odam ko'payganiga yo'q deyishyapti. Degap ketamiz. Faqat omad. Joy bor, ichkari stol to'lib qo'yamiz. Kutilgan odam soni ko'p bo'lganiga уже вообще ko'payib ketdi hozir. Buni ham pastda qanaqa qilib bilamiz, bu yog'ini pastda ko'rib boramiz. Kuzatishda davom etamiz. Eng qiziqlari hali oldinda. Tepada bo'lgan bardak ko'rdingizmi? Militsiyalar, hamma yoq o'rtoqlar. Odamni qanday ko'pligini? Men kutmadim, lekin unchalik bo'lib ketdi. Hop, hozir boshlaymiz, to'g'rimi? Hozir Nima yo'nalish bo'yicha? birinchi klassika bo'ladi. Klassik yo'nalish. Общий odam soni klassik yo'nalishda Hozir klassika kategoriyada 20 ta bola bor. 20 ta. 5 tadan Har tushadi. bitta kategoriyada 20 tadan bor. Aka, mana shu joyda sal tushuncha bering. 5 ta tushadi. Ha, har bitta kategoriyada mana klassika hozir boshlanadi. 4 ta badxod bo'ladi. 5 ta bolalardan 5 tadan tushiladi. Keyin o'sha 4 ta badxod o'tgandan keyin o'sha keyin boshqa kategoriyaga o'tiladi. Birinchi klassikani o'tkazib olamiz. Mana shunaqa 4 ta badxod bo'ladi-da. Birinchi o'rinni qanaqa bilib olasizlar? Shu ballarni jurilar qo'yib boradi. Keyin modellar tekshiriladi. Bo'ldi. Aka, boshlaymiz bo'lmasa, vaqt ketyapti. O'sha vaqt bo'ldi. Boshlaymiz. Qani ketdik. Bilib qo'yinglar, bizda hech kim yutqazmaydi, hamma chempion. Mana shu kelganning o'zi hamma o'zi chempion. Hammaga emas chiqish musobaqaga. Tak что hammalarni oldindan tabriklayman bolalar. Hurmat qilib kelganingiz uchun rahmat sizlarga.